Aka, men stipendiyadan 1.500 ming so'm hamda bizga qo'shimcha qilib 1.200 ming so'm ovqat puliga ham pul oldik. Bir oyda. Ha? Bu yerda imtiyozlar haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'p ekan. Yotoqxona tekin, kontrakt to'lamaydi, 3 mahal issiq ovqat tekin, kiyim-kechak tekin, repetitorlar qo'shimcha shu sun'iy intellekt hozirgi zamonaviy kasblar hammasi tekin. Xullas kalom, sanab adoga yetib bo'lmaydi. Hozir hisoblab chiqsanglar, bilmadim, u qanchadir yutyapsizlar yana. Rostmi? Ha, rost. Yo'q qo'y. Qadrli do'stlar, stipendiya, yana qo'shimcha mukofot puldan tashqari bu yerda Amir Temur stipendiyasi hamda Oliybosh qo'mondon stipendiyasi ham bor ekan. Qo'shsalar bitta kattagina oylik bo'lar ekan. Yana nima kerak sizlarga? Yana qanaqa imtiyoz kerak? Oliybosh qo'mondon stipendiyasini oladigan bolalar bu yerni bitirgach 5 yil davomida magistraturaga hech qanday imtihonlarsiz, hech qanday shartlarsiz shundoq qabul qilinar ekan. 100% bepul ta'minot, yuqori stipendiya, magistraturaga imtihonsiz qabul, 2 ta diplomi ham bor. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bu videoni ko'proq tarqatib qo'yinglar, hamma xabardor bo'lsin.